1 iyuldan pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan gap ko'pchilikni xavotirga solyapti. Men bugun aynan shu masalani oddiy, tushunarli va hujjatlarga tayangan holda tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi vaqtincha to'xtashi mumkin? Kim bundan umuman qo'rqmasligi kerak? Qaysi xatolar odamni o'z pensiyasidan vaqtincha mahrum qilib qo'yadi va bunday holatga tushmaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va chet elda yurgan yaqinlariga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda bir kun kechikish ham odamga pul, vaqt va asabga tushishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensiya degani davlat tomonidan tayinlangan doimiy to'lov. Lekin bu to'lov butunlay nazoratsiz berilaveradi degani emas. Pensiya tayinlangandan keyin ham davlat organlari pensionerning holatini tekshiradi. U tirikmi, O'zbekistonda yashayaptimi, hujjatlari to'g'rimi? Bank kartasi kimning qo'lida? Ishonchnoma muddati o'tmaganmi? Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha asoslar saqlanib qolganmi? Mana shu tekshiruvlar natijasida ayrim pensiyalar vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali mahalla, bank, pensiya bo'limi yoki boshqa idoralar o'rtasidagi yozishmalar orqali yurardi. Masalan, pensioner uzoq vaqt bank kartasidan pul olmasa yoki ishonchnoma muddati tugasa, yoki pensioner chet elga chiqib ketgan bo'lsa, bu ma'lumotlar ba'zan kechikib aniqlanardi. Natijada ayrim hollarda pensiya asossiz davom etib to'langan, keyin esa ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqqan. Endi esa tizim ko'proq raqamlashtirilmoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi, FADEYO, migratsiya, banklar, nogironlikni belgilovchi tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari, yashash manzili, vafot holati, ishonchnoma va boshqa ma'lumotlar elektron tarzda solishtiriladi. Shuning uchun 1000 yildan ommaviy to'xtatish degan ibora odamlar orasida qo'rqinchli eshitilayotgan bo'lsa-da, aslida gap hammaning pensiyasini birdan kesib tashlash haqida emas. Gap ma'lumotlari mos kelmagan, hujjati yangilanmagan, pensionerning holati tasdiqlanmagan yoki qonunda belgilangan shartlar buzilgan holatlar haqida ketmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amal qilsa, pensiya o'zingizning kartangizga tushsa, siz yashash joyingizda ro'yxatda bo'lsangiz, nogironlik muddati bo'lsa va u tasdiqlangan bo'lsa, siz har oy pensiyangizni olayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushishga asos yo'q. Lekin agar sizning pensiyangizni boshqa odam ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsa, siz chet elda uzoq vaqt bo'lsangiz, kartangiz farzandingiz yoki tanishingiz qo'lida bo'lsa, nogironlik muddati tugab qolgan bo'lsa, yoki hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami kabi ma'lumotlarda farq bo'lsa, mana shu holatlar xavfli. Odamlar xavotirga tushayotganining birinchi sababi shuki, pensiya ko'pchilik oilalar uchun asosiy daromad manbai. Masalan, bir otaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya olsa, u pulning 400.000 so'mini dori-darmonga, 300.000 so'mini kommunal to'lovlarga, 300.000 so'mini oziq-ovqatga, qolganini yo'l kira yoki nevarlarga sarflaydi. Agar shu pensiya bir oyga ham to'xtab qolsa, u odamning butun oy rejasiga ta'sir qiladi. Demak, bu oddiy texnik masala emas, bu real hayot, real ehtiyoj. Ikkinchi sabab, odamlar to'xtatish so'zini butunlay bekor qilish deb tushunib qoladi. Aslida ko'p holatda pensiya vaqtincha to'xtatiladi. Ya'ni sabab bartaraf etilsa, hujjat taqdim qilinsa, shaxs tasdiqlansa, nogironlik qayta ko'rikdan o'tsa, ishonchnoma yangilansa yoki bank ma'lumoti to'g'rilansa, pensiya qayta tiklanadi. Ba'zi hollarda to'lanmay qolgan oylar uchun qayta hisob-kitob ham qilinadi. Lekin odam o'z vaqtida murojaat qilmasa, masala cho'zilib ketadi. Uchinchi sabab, ko'p pensionerlar hujjat ishlaridan qo'rqadi. Ular meni chaqirsa nima deyman? Telefonimga SMS keldi, tushunmadim. Bankka borsam navbat ko'p, pensiya bo'limida hujjat so'rashsa topolmayman deb o'ylaydi. Men aynan shuning uchun har bir holatni bittalab tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasini o'zi emas, boshqa odam orqali olayotganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, 7-8 yoshli ona yurishga qiynaladi. Pensiyasini qizi bank kartasi orqali olib keladi. Agar karta onaning nomida bo'lsa, lekin har doim qiz ishlatsa, bank yoki tizimda shubhali holat yuzaga kelishi mumkin. Bu noqonuniy degani emas. Chunki ona roziligi bilan qizi yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy tartibda ishonchnoma bo'lmasa yoki ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa,
muammo chiqadi. Shuning uchun bunday oilalarda notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish muddati tugamasdan yangilash va pensionerning shaxsan holati tasdiqlanishiga tayyor bo'lish juda muhim. Ikkinchi guruh. Chet elda uzoq muddat bo'lgan pensionerlar. Masalan, bir pensioner Rossiyaga farzandlari oldiga 8 oyga ketdi. Pensiya esa O'zbekistondagi kartaga tushishda davom etdi. Agar tizim uning uzoq muddat respublikadan tashqarida ekanini ko'rsa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu yerda ham har bir holat alohida. Chet elga chiqqan har bir pensionerning pensiyasi darhol to'xtaydi deb o'ylamaslik kerak. Lekin shaxsning yashash holati doimiy yashash joyi, konsullik ro'yxati, pensiya turiga bog'liq tartiblar bor. Agar odam O'zbekistonda doimiy yashovchi sifatida pensiya olayotgan bo'lsa-yu, amalda uzoq muddat chet elda yashab qolgan bo'lsa, savollar tug'iladi. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik ba'zan muddatsiz belgilanadi, ba'zan esa ma'lum muddatga. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olyapti, lekin tibbiy qayta ko'rik muddati 30 iyunda tugaydi. Agar 10 iyulgacha qayta ko'rikdan o'tmasa yoki elektron tizimda ma'lumot yangilanmasa, iyuldan boshlab to'lov to'xtatilishi mumkin. Bu davlat pul bermay qo'ydi degani emas. Bu nogironlik maqomi tasdiqlanmagani sababli to'lov vaqtincha ushlab turildi degani. Shuning uchun nogironlik hujjatlarining muddatiga juda jiddiy qarash kerak. 4-guruh, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, uning farzandi 17 yoshda bo'lgani uchun pensiya oladi. Farzand 18 yoshga to'lgandan keyin, agar u kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum shartlar bilan to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim qilinmasa yoki talaba o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa, pensiya to'xtatiladi. Bu yerda ham eng ko'p xato shundaki odamlar oldin olayotgandim-ku, nega to'xtadi deydi. Sababi huquqiy asos o'zgargan bo'ladi. Bola voyaga yetgan o'qish holati tasdiqlanmagan yoki shart bajarilmagan. 5-guruh, hujjatlarda tafovut borlar. Masalan, pasportda Yo'ldoshev deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Yuldashev deb yozilgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1978 yil 10 mart. Boshqa joyda 1978 yil 11 mart bo'lib qolgan. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan. Bunday kichik ko'ringan farqlar ham elektron tizimda katta muammo bo'lishi mumkin. Chunki kompyuter odamdek bu o'sha kishi bo'lsa kerak deb taxmin qilmaydi. Ma'lumot mos kelmasa, tizim xabar beradi. Keyin pensionerdan aniqlashtirish so'raladi. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, O'zbekistonda yashasangiz, har oy pensiyangiz bank kartangizga tushsa, kartadan o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, shaxsiy hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, sizdan qo'shimcha hech narsa talab qilinmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Hech kim kelib hammaning pensiyasini bir kunda bekor qilib yubormaydi. Davlat tizimlari aynan muammoli, shubhali muddati tugagan, tasdiqlanmagan holatlarni ajratadi. Masalan, 65 yoshli ayol har oy pensiyasini o'z plastik kartasidan ishlatadi. Telefon raqami o'z nomida, bankdagi ma'lumotlar mos, yashash joyi aniq. Vafot yoki chet elga doimiy ketish kabi holat yo'q. Bunday odam uchun 1 iyul oddiy sana bo'lib qoladi. U pensiyasini avvalgidek olaveradi. Lekin shunga qaramay, men bunday fuqarolarga ham kamida bir marta bank ilovasida yoki bankomatda karta faol ekanini tekshirishni, SMS xabarlar ishlayotganini ko'rishni, hujjat muddati tugamaganini aniqlashni maslahat beraman. Yana bir misol. 70 yoshli otaxon pensiyani naqd shaklda pochta orqali oladi. Har oy pochtachi olib keladi. Otaxon shaxsan imzo qo'yadi. Agar otaxon yashash manzilida bo'lsa, shaxsini tasdiqlasa hech qanday muammo yo'q. Lekin otaxon 3 oy qishloqdan shaharga farzandinikiga ketib qolsa, pochtachi uni topolmasa, to'lov qaytishi mumkin. Keyin tizim pensioner manzilda yo'q, pul olinmayapti deb belgi qo'yadi. Shuning uchun vaqtincha boshqa joyga ketayotgan pensionerlar ham yaqinlariga yoki mas'ul tashkilotlarga oldindan xabar berishi foydali. Birinchi misol, Halima opa 72 yoshda pensiyasini o'g'li olib beradi. O'g'li kartani ishlatadi, dori oladi, oziq-ovqat olib keladi. Lekin kartaning PIN kodi o'g'lining qo'lida, Halima opaning telefoni esa eski, SMS kelmaydi. Bir kuni karta bloklanadi yoki bank qo'shimcha tasdiq so'raydi. O'g'li bankka boradi, lekin karta onasining nomida bo'lgani uchun bank egasi kelsin yoki ishonchnoma olib keling deydi. O'g'li jahli chiqadi, pensiyani to'xtatishdi deydi.
Aslida pensiya to'xtatilmagan. Karta va vakillik masalasi hal qilinmagan. Bunday holatda to'g'ri yo'l. Onaning holatiga qarab notarial ishonchnoma qilish, bankdagi telefon raqamini yangilash, karta muddatini tekshirish. Ikkinchi misol, Rustam aka 6-yoshda yoshga do'yir pensiya oladi, lekin Turkiyada farzandi bilan 10 oy yashab keldi. Bu vaqt ichida pensiya O'zbekistondagi kartaga tushgan. U qaytib kelgach, ayrim tekshiruvlar sabab pensiya vaqtincha ushlanganini biladi. Rustam aka darhol tuman pensiya jamg'armasiga borib, pasporti, chegaradan kirib chiqish ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni ko'rsatadi. Agar uning pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa, masala tiklanadi. Lekin u 1 yil davomida umuman murojaat qilmasa, keyin jarayon ancha murakkablashadi. Demak, muammo chiqqanda kutish emas, darhol murojaat qilish kerak. 3-misol, Dilshod 19 yoshda. Otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. U maktabni tugatib, institutga kunduzgi ta'limga kirdi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma pensiya bo'limiga yetib bormadi. Natijada to'lov to'xtadi. Oilasi nega to'xtadi? Axir u hali o'qiyapti deydi. Sabab o'qiyotgani hujjat bilan tasdiqlanmagan. Bu holatda talaba o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olishi, pasport nusxasi va arza bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. Agar shartlar mos bo'lsa, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. 4-misol, Zaynab opa nogironlik pensiyasi oladi. U tibbiy qayta ko'rik sanasini unutib qo'ygan. Avval qog'ozda yozilgan ma'lumot uyda qolgan. Hech kim eslatmagan. Muddati tugagach to'lov to'xtagan. Zaynab opa meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb xavotirlanadi. Aslida uning nogironlik maqomi qayta tasdiqlanishi kerak bo'lgan. Bunday holatda oiladagi farzandlar ham mas'ul bo'lishi kerak. Qayta ko'rik sanasini telefonga eslatma qilib qo'yish, tibbiy hujjatlarni oldindan yig'ish, poliklinika va tegishli tibbiy komissiya tartibini aniqlash. Axir, endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Pensiya to'xtashi bilan pensiya bekor bo'lishi bir xil emas. To'xtash vaqtincha bo'lishi mumkin. Bekor bo'lish esa huquqiy asos butunlay yo'qolganda yuz beradi. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola voyaga yetdi va o'qimayapti. Bu holatda asos tugashi mumkin. Lekin nogironlik hujjati kechikib yangilansa, asos qayta tasdiqlangach to'lov tiklanishi mumkin. Ikkinchi noziklik. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Masalan, bir pensioner vafot etgan, lekin yaqinlari bu haqda xabar bermagan va karta orqali yana 2 oy pul yechilgan. Keyin tizim IXDYO ma'lumoti orqali vafot holatini aniqlaydi. Bunday vaziyatda ortiqcha olingan pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun juda og'ir bo'lsa ham, yaqin inson vafot etganidan keyin uning pensiya kartasidan pul yechish qonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bilish kerak. 3-noziklik, pensionerning kartasi boshqa odam qo'lida bo'lishi xavfli. Ko'p oilalarda bu odati hol. Onamning kartasi menda, men olib beraman. Agar hammasi rozilik bilan bo'lsa ham, rasmiylashtirish bo'lmasa, kelajakda nizo chiqadi. Masalan, boshqa farzand akam onamning pensiyasini o'zi ishlatgan deb shikoyat qiladi. Yoki pensionerning o'zi keyin men bilmaganman deydi. Shuning uchun har oy xarajatlar bo'yicha oddiy daftar yuritish ham foydali. Qancha pensiya tushdi? Qancha dori olindi? Qancha kommunal to'landi? Bu oilada ishonchini saqlaydi. 4-noziklik, SMS yoki telefon xabarlarini e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zan bank yoki davlat organidan ma'lumotlaringizni yangilang. Karta muddati tugamoqda, hujjat taqdim eting degan mazmunda xabar keladi. Odamlar firibgarlardan qo'rqib, hammasini o'chirib tashlaydi. To'g'ri, har qanday linkni bosish kerak emas, kodni hech kimga aytish mumkin emas. Lekin xabarni butunlay e'tiborsiz qoldirish ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki bank va pensiya jamg'armasining o'ziga borib aniqlashtirish. 5-noziklik. Mahalla yoki tanish odamning gapiga suyanib qolmang. Hamma pensiya to'xtarkan, faqat falon hujjat kerak ekan, mening qo'shnim shunday dedi degan gaplar odamni adashtiradi. Har bir pensiya turi alohida. Yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik boshqa, boquvchisini yo'qotganlik boshqa, ijtimoiy nafaqa boshqa. Shuning uchun bir odamga tegishli qoida boshqasiga mos kelmasligi mumkin. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati tugamaganmi? Familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi? Bank kartasi amal qilyaptimi? Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilganmi?
Agar pensiyaning pasporti eski bo'lsa yoki ID karta olish kerak bo'lsa, buni kechiktirmang. Ikkinchi qadam, pensiya qaysi asosda olinayotganini aniqlang. Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Chunki har birining talab boshqacha. Agar nogironlik bo'lsa, muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Agar o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, farzandning yoshi, o'qish shakli va ma'lumotnomasi muhim. Agar ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va vakolat doirasini tekshiring. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Tuman yoki shahar bo'limiga borganingizda odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumoti, ariza kerak bo'lsa nogironlik hujjatlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma kabi hujjatlar so'ralishi mumkin. Men tavsiya qilaman, hujjatlarning asl nusxasini ham olib boring. Har ehtimolga qarshi telefoningizda hujjatlarning rasmini ham saqlab qo'ying. 4-qadam. Agar pensiya to'xtagan bo'lsa, birinchi navbatda sababni yozma yoki rasmiy tarzda aniqlang. Menga aytishdi bilan cheklanib qolmang. Qaysi sabab bilan to'xtagan? Vafot ma'lumoti noto'g'ri tushganmi? Chet elga chiqish bo'yicha savol bormi? Nogironlik muddati tugaganmi? Bank rekviziti noto'g'rimi? Ishonchnoma muddati o'tganmi? O'qish ma'lumotnomasi yetishmayaptimi? Sabab aniq bo'lmasa, yechim ham aniq bo'lmaydi. 5-qadam. Ariza yozishni biling. Arizada odatda kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning familiya, ism sharifingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo mazmuni ko'rsatiladi. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi falon sanadan boshlab to'xtatilgan. To'xtatilish sababini ma'lum qilishingizni va huquqi mavjud bo'lsa, to'lovni qayta tiklab berishingizni so'rayman. Arizaga kerakli hujjatlar ilova qilinadi. Ariza topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini olib qo'yish juda muhim. 6-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusi chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Pensiyangiz to'xtaydi, menga karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Pensiyangizni saqlab qolamiz. Ma'lum pul bersangiz, hujjatingizni tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Hech qachon SMS kodni, karta PIN kodini, bank ilovasi parolini, pasport rasmingizni notanish odamga yubormang. Rasmiy masalani faqat rasmiy idora, bank yoki ishonchli davlat xizmatlari orqali hal qiling. 7-qadam, oilada pensionerga yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar hujjat ishida qiynaladi. Farzandlar o'zingiz boring deb qo'ymasligi kerak. Birga boring, navbat oling, arizani yozishga yordam bering, telefon raqamini yangilang, hujjat papkasini tartibga soling. Alohida papka qiling. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, bank kartasi ma'lumoti, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomasi. Hujjatlar tartibli bo'lsa, muammo yarim barobar kamayadi. Ba'zan tizimda xato bo'lishi ham mumkin. Masalan, ism o'xshashligi sabab noto'g'ri belgi tushishi, bank ma'lumoti kechikishi, tibbiy komissiya ma'lumoti elektron bazaga vaqtida kirmasligi, o'qish joyidan ma'lumot kech yuborilishi mumkin. Bunday vaziyatda asabiylashish emas, dalil yig'ish kerak. Birinchi navbatda pensiya bo'limidan aniq sababni so'rang. Ikkinchi navbatda sababni rad etuvchi hujjatni olib boring. Agar nogironlik muddati tugagan deyilsa, yangi tibbiy xulosani ko'rsating. Agar talaba o'qimayapti deyilsa, dekanat yoki o'quv bo'limidan kunduzgi ta'lim bo'yicha ma'lumotnoma oling. Agar pensioner chet elda deyilsa, kirib kelgan sana. Yashash manzili va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qiling. Agar bank rekviziti noto'g'ri deyilsa, bankdan hisob raqami yoki karta bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Agar tuman darajasida masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Bunda ariza nusxalari, javob xatlari, hujjat nusxalari, murojaat sanalari juda muhim. Og'zaki gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Shuning uchun har bir murojaatni rasmiylashtirishga harakat qiling. Demak, 1-iyuldan hammaning pensiyasi ommaviy tarzda bekor qilinadi degan vahimali gapga ishonib qolmang. Asosiy masala ma'lumotlarni tekshirish, hujjatlarni yangilash va pensiya olish huquqi saqlanayotganini tasdiqlash bilan bog'liq. Hujjatlari joyida bo'lgan, pensiyasini qonuniy olayotgan, shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan odamlar ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Lekin ishonchnoma, nogironlik muddati, chet elda uzoq bo'lish, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bank kartasi va hujjatlardagi tafovutlar bo'yicha ehtiyot bo'lish shart. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensioner yaqinlaringizning hujjatlarini tekshiring.
Karta va telefon raqamini aniqlang, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi muddati tugamagani ko'ring. Muammo chiqsa, kutmang, darhol pensiya jamg'armasi. Bank yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Eng muhimi, mish-mish bilan emas, rasmiy ma'lumot va hujjat bilan ish tuting. Sizning hududingizda pensiya to'xtash yoki hujjat yangilash bo'yicha shunday holatlar bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Shunday qilsak, ko'p odamlar keraksiz vahimadan, hujjatdagi xatodan va vaqtincha to'lovsiz qolib ketishdan saqlanadi.